Oxiri chidolmasdan yig'lavordim. 9 yoshli katta qizim respublika ixtisoslashtirilgan musiqa va san'at maktabida 3-sinfda o'qiydi. Har yili aprel oyida Badiiy akademiyasida san'at haftaligi bo'lib o'tadi. Men 12-yillari Binkov kollejida o'qib yurganimda har yili san'at haftaligi yopilish marosimida qatnashardim. Vaqt o'tsa ham Binkov direktorimiz, o'qituvchilarimiz o'sha hali o'zgarishmagan. Qizalog'im juda ko'p marta katta sahnalarga chiqqan, lekin bugungi chiqishidan judayam ta'sirlandim. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Alkışlayın.